Akniyazning xatni tutib turgan o'ginlari yo'g'on, misran qo'llari kirishib, vujudida bir xil kuchli qon sho'ruldab oqdi. Shu turqida u o'zini Shavkat qamalgan kamerni araqdan-taraqdan qilg'ida qora kuchgan. Uni behuda qiynayotgan odamlarni qiyni-chini qilg'idek jasoratga ega tangbassiz polvondek sezdi. Lekin hozir qora kuch asqatmaydi. Bu intayin o'tkir, sezgir ham san'atga kurash edi. Akniyazning o'zini texi bu kurashda ishonchsiz, gumonli odam edi. Shunga u o'zining yana intayin yaramsiz, noqobil odam ekanligini his qilib hasratlandi. U turmushdan zarlandi. Turmushning o'zini buncha qiynab, tasqib azoblayotganligidan qattiq og'rindi. Lekin u har qancha og'rinmasin, turmush yanada o'z qonuniyati bo'yicha qiladiganini qilaveradi. Demisimi, turmush hamma odam uchun intayin qiyin bir imtihon. Bu imtihondan faqat umidvor, qaysar va tamkin odamlar o'ngishli o'tarlaydi. Mana hozir Shavkatning oldig'imi, Akniyazning oldig'imi turmushning ana shu qiyin imtihon savoli qo'yilgan edi. Akniyaz o'rnidan turdi. Xatni yanchiqqa solib sirtqa chiqdi. Kallasidagi chigish xiyollar bilan ko'nglidagi hasratni besish uchun maktabning yanida qavoqxonaga bo'rondek kirdida tik turma qilib to'sari ichib oldi. Tushda yegan kavsay bilan qo'noq nomusning ustiga tushgan tiniq, o'tkir haroq texini kuchayib, uning vujudida kuchli harorat to'lqini qo'zg'adi. Qonlari qizib, beshi esilgandek bo'ldi. Lekin uning bejirim putlari o'z yo'lida eg'ishmay bardam ketib o'tdi. Xayoldan sagish uchun ichgan haroq uni texini xiyolchan qilib qo'ydi. Bir necha kundan beri qishloq xuddi Tarim daryosining dahshatli to'lqini labdan urgandek uning mast xush xayolida paydo bo'ldi. Shavkatning tutqun qilinishi, Zoyidning do'stlikdan yuz o'girishi, Badamgulning muhabbatdan mahrum qilinishi, Zoyidning o'zini ogohlantirishi, Shavkatning boyqi dardli xiti uning ko'z oldida birma-bir namoyon bo'lib, uni gangirtib qo'ydi. Shuning uchun lekin u hozir nihoyat ruhsiz, g'amkin edi. Xuddi jinozning oldida ketayotgan hozlardek beshini sangiltib, eg'ir sukut ichida ketayotdi. Dilqut xazinasi. Atrof qop-qorong'u. Bulutliq osmonning u yer bu yerda yulduzlarning kumush g'unchisi yaltiraydi. Kaman shakllik oyni zaminga xira nur sepib turadi. Zoyid bilan Badamgul kinodan yondi. Ular Argentinaning Tam kaynida nomli keng ekranli filmini ko'rib, chet elning go'zal manzarasi, baxtli turmushi va romantik muhabbatlarining ta'sirida allaylanib ketib-o'tdi. Yaqindan beri bu ikkilanning uchrashishi, suhbati ko'payib qoldi. Bo'libmi Zoyid tashabbuskor edi. Kichkina bo'sh vaqt bo'lsa, Badamgulning ko'z qirg'i elib yuradi. Badamgulmi uningdan o'zini ancha tortib yurmadi. Shavkat bilan ko'rishgandan keyin bir necha kungacha yig'ilgan, qoqshigan bo'lsa-mu, lekin oxirgi hisobda qalbini besib turgan yo'g'on tosh parchalanib, xuddi o'tning teshida kuyib, uzoqcha azoblangandan, ichida kuyib, darhol bir taraf bo'lgan yaxshi degandek ahvol shakllandi. Yoshlari asta-asta quridi. Chiroyimi barbara echildi. Yurtidagi muhabbatning o'rnini qandaqdir o'kinish, ranjish va har elishga o'xshash chigish murakkab tuyg'ular egilib oldi. Endi u Shavkatni burunqidek qalbidagi pok va yuksak iloh sifatida emas, balki vujudidagi qaynoq suvga aqidasini o'g'irlab qochgan rahimsiz bir qochoq sifatida aslaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun lekin Zoyidning uningga hamisha yaqinlashib, sirkilib, ko'ngil izhor qilib turishi uningga ancha g'alita va behuda tuyulmaydigan bo'lib qoldi.
Chunki u hozir har qanday quruq vaz nasihatlarga emas, balki mushundaq amaliy tasalliga muhtoj edi. Uning ustiga Zoidmi qandaqdir yot begona emas, balki uni o'zin qo'llab yurgan tonish va sagak o'chi edi. Qizlar umuman yigitlarga qaraganda tasavvurga boy keladi. Badamgulni turmushidagi osh kutilmagan bo'shliqlarni mana mushundaq yangi tasavvurlar bilan to'liqlab oldi. Ular qo'ltiqlashib minib, maktabga yaqinlashganda Zoid necha kundan beri o'ylab yurgan gapini cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan aytdi. Badamgul, kishilar qiz-yigit o'ttirsidagi do'stlikni muhabbat soyiliga elib boradigan oltin ko'rik deydi ekan. Meningcha biz bu ko'rikdan o'tib olg'ali 3 yildak bo'lib qoldi. Endi soyilga yetib keldik deyman. Badamgul yapti gap, agitma so'zlarni qilishni bilmaydi. Uning ko'ngli tuz va sodda edi. Bu ko'rikdan o'tganlarning hammasi shu sohilga berish matoyin Zoid, dedi u ko'nglida gapni ochiqla aytdi. Bizga o'xshash mangu do'stlik pet qilishi mumkin. Menimcha ikki jins o'tirisida mundaq mangu davomlashadigan muqul do'stlik bo'lmaydi, dedi Zoid yalangandek bechora qiyofatda. U cho'qim muhabbat soyiliga elib berish kerak. Siz mundaq o'zingizni nima qiynamang Badamgul. Sevgi muhabbat deganning cheki bo'lmaydi ekan. Uni tog'larni to'sib qola olmaydi ekan. Qatma-qat sim to'saqlarni cheklab tura olmaydi ekan. Siz ahadidan kechikib mundaq hasratda o'kinish bilan yursangiz, ruhiy jihatdan qattiq xo'rab ketsiz. Menimcha azob bilan xushalliqning o'rnini almashtiradigan vaqt keldi. Gerçi bunu almashtirish qarmoqqa qiyin va sirliqdek tuyulsa-mu, amaliyotda unchalik qiyin va sirliq emas. Azob bilan xushalliqning o'rnini tamoman almashtirishga bo'ladi. Darvaqa tunji muhabbatingizdan ayrilish sizga og'ir keldi. Buni men tushunaman. Lekin odam ruhiy jihatda peshkanlik kuchirganda o'z-o'zini xush qilishni, o'ziga tasalli berishni bilish kerak. Pakit qaylangan ishlardan qutulmay amal qancha. Bu dunyoda muhabbatlashish, muhabbatdan judo bo'lish ishlari har kundagidek bo'lib turadi. Siz hargiz ularning birinchisi emas, shundaqla eng oxirgisi emas. Bu davrimiz odam otamiz bilan havo onimizla jo'ri bo'lishga yo'l qo'yib, boshqalarning jo'ri talashiga imkoniyat bermaydigan yangi hiro davri emas-ku. Zoid so'zdan to'xtab, beshini egib jim bo'ldi. Bu so'zlarda muhabbatga intizor bir yurakning kuchli talab iltijosi bilan zaxm yegan ko'ngilga nisbatan qizg'in tasalli va yestashlik bor edi. Bu so'zlar xuddi egiz o'g'zidan uzunmay tomchilab tushib, qattiq yerdimi kichik ko'lchak paydo qilgan savirjon suvdek Badamgulning ruhiy dunyosida tuyuqsiz bir silkinish paydo bo'ldi. Uning azobdan xo'rliq bilan qatgan sovuq yuragi qandaqdir bir illiq sezim bilan yumshagandek bo'ldi. Lekin u hissiyotidagi bu o'zgarishlarni zodila sezdirmadi. Yeliq ta'sirlik hayajonli so'zlarga yo ha yo yo'q deb javob qaytarmadi. Balki ularning o'ttirsida hech qanday gap bo'lmagandek, osmondagi oy bilan yerdagi chiroqlarni tomosha qilib, jinnida mengiverdi. Vaholanki, Zoidning tuyg'un yuragi qiz qalbidagi davolg'ishlarni sezib oldi. U yana mishkirlab kirish uchun ko'ngil daftarini varaqlab, texmi ta'sirlik, texmi yolqinlik muhabbat so'zlarini oqtirdi. Lekin yana ikkilanib qoldi. Aramdasiz tizib o'ri qilgan changisning biror ehtiyotsizlik yoki haddidan ortiq zo'riqish bilan buzilib ketishidan qo'rqdi. Shundoq. Buguncha shunchalik bo'lg'ini tuzib, gap so'zlaganning singib pata bo'lg'ini yaxshi. Ko'p so'zlagan ko'p yengilishidi degan gap bor. Aqlli odam ko'p so'zlamaydi. Zoid endi gapni boshqa tarafga, qizga yana bir nuqtadan xayr-xohlik qiladigan tarafga yetkazdi.
Anglasam, siyosatdan bergan choraklik imtihonda o'talmagandek qilasiz, rasmi? So'radi u ishqiyarlik bilan. Kimdan angladingiz? Badamgul unga qaradi. Ish qilib yaxshi berolmadim. Qancha numar olganligimni bilmayman. 37 numarasiz. Dedi Zoid o'q tortib. Nima? Badamgul o'pkilab Zoidga qaradi. Voy xudoyim-ey, shunchalik to'lanma. Qursin u siyosat darsi deganlari, nədiki atalğular, hukumlar, shunchalar odamning kallasini go'danishib ketadi. Ras, o'quvchilarning hammasi degidek ovoz taxtining darsiga faqat imtihondan o'tish uchun qatnashatdi. Agar ularning ro'yiga qo'yib bersa, bu dars qatnashganning o'rniga gezib ko'rishni, kitob o'qishni, vaziyat va iqlim masalalari ustida erkin ozod so'zlashishni afzal ko'rdi. Chunki ular ovoz taxti o'tadigan siyosat darsini butunlay quruq gap, gezit jurnallardan ko'chirib olgan tayyor hukm tushuncha deb qarashatdi. Shunga ancha ko'zga ilib ketmaydi. Xuddi oson qo'lga kelgan narsani mansitmagandek mansitmaydi. Agar ovoz baxti har qachon sinfga kirganda o'quvchilarni birma-birdan xuddi turma boshlig'i jinoyatchilarning ismini varqirab chaqirgandek yo'qlim qilmaydigan bo'lsa, ularning bu darajada to'liq va sabras o'tirishi notayin edi. O'quvchilarning bu darsga qarata ko'z qarashi ashundoq bo'lg'achdan mazkur darsni o'tadigan o'qituvchini ancha alohida muhim hisoblamaydi. Nihoyatda gezit jurnallardagi siyosiy obzor va bosh maqolalarni sharhlab tushuntiruvchi jarchi deb qaraydi. Uni hargizmi dunyo adabiyoti, logika yoki adabiyot nazariyasini o'tadigan lektorlarga o'xshatmaydi. Bu hol ovoz baxtining ko'nglini g'ash qiladi va o'z obro'yi qilingan behurmatlik deb qaraydi. U o'quvchilardagi bundaq siyosatga salqirash iddiasini tugitish uchun o'z darsini texmi ulug'lab, prinsipga ko'tarib, jon jahli bilan o'tadi va imtihonlarda nihoyat qattiq qo'llik qiladi. Badamgul, ko'nglingizni yerim qilmoq. Bu qatimqi imtihonlarni yaxshi berolmaganligingizni tushunishga bo'ladi. Dedi Zoid uning ko'nglini bassab. Siyosat darsi muhim darslar qatorida. Uningdan o'talmaganlarni ilmiy boshqarmaga yo'llaydigan gap. Lekin men ovoz yetakchi bilan so'zlashdim. U sizga istashlik qiladi. Buning bir amalni qilishga tirishyapman. Amal bo'ladimi? Badamgul xuddi madad kutgandek Zoidning ko'ziga iltijo bilan tikildi. Zoid ishonch bilan mundaq dedi. Amal topaman, xotirjam bo'ling Badamgul. Sizning nom obro'yingizni qo'g'dash yo'lda har qanday badal to'lasam mayli. Ular qizlar yotqining oldiga kelganda to'xtadi. Zoid Badamgulning yumshoq, budruq qo'llarini ikki qo'lning olqiniga ilib siladi. Qisdi. U bu haroratli qo'llarni xeyli uzoqcha oshundoq tutib turmoqchi edi. Lekin Badamgul asta adab bilan tortib, uning olqinidan sug'urib oldi va xo'sh rahmat degunicha orqasiga larzan qayrilib yotqiga kirib ketdi. Anglayotganinglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Aytqisiz azob uqubatlar dastidan Shavkatning qalbi yorilanib, baayni jo'ldir kepanga aylanib qoldi. Uningga bo'lgan besim birdala kuchayib ketgan edi. Ovoz baxti uni ma'naviy jihatdan zaiflashtirgandan keyin endi uzildirmay shiddatli hujum qilish taktikasini ishga soldi. Savol so'roq kech-kunduz to'xtamadi. 3 guruh navbat bilan olmashib, uning degidek holini qo'ymadi. Birinchi guruhga ovoz baxti o'zi mas'ul bo'ldi. Ikkinchi guruhga qo'g'dash bo'limining bir kadr qatnashdi. Uchinchi guruhga Zoid mas'ul bo'ldi. Zoid hozir sepi o'zidan raqibga aylangan edi.
Aqniyozning saboqdoshlarining agitib, og'irtib aytgan bir muncha gaplari xuddi qumga yomg'ir kir qilmagandek uning qitig'iga kirib chiqmadi. U yana shunda qo'pol, hatto vahshiylik bilan Shavkatning ko'ziga kirib oldi. Bu ish guruhi 2 soatda birdan almashib, kecha-kunduz jiddiy harbiy holatda turdi. Shavkat chechini qirdirib yetib, yomon qilganligini endi his qildi. Chechi barchaqda tom va ustal o'rindiqlarga o'stirilganda, o'sib, taqib ketgan chochning himoyasi bilan beshi ancha og'irib ketmaydi. Endi pokiza qirdirilgan taqirbash har bir qatim tom va boshqa yerlarga o'stirilganda, nervalari qo'zg'alib, jini sirqirab ketdi. Lekin hozir uningga hammadan og'ir va azobli bo'layotgani uyqusizlik edi. U uyqusizlikning bu darajada jonni qaqshitib, odamni ruhiy va jismoniy jihatdan tangli qardan chiqarganligini o'ylab baxmagan edi. Endi beshiga kelib edi, umrda biror qatim qong'udek uxlab baqqan bu g'iymatin deb aslashgan. Seg'inishga boshladi. Uningga haqiqatan uyquning qadri o'tildi. Bütün vücudu tatlı, şirin uykunun lazzatida mast bo'lib, qapoqlari eg'irlashgan. Ko'zi ixtiyorsiz yumilib ketayotganda, ya uning beshiga tayoq tegib cho'chdiratdi, ya yuz-ko'ziga muzdek suv chechilib, andiktirlatdi. Shunday qilib, uning vujudidan tabiiy va qonunli paydo bo'lgan tatliq uyqu sun'iy diktatori bilan qo'g'lib yetiratdi. U asta-asta holidan ketishga boshladi. Asablar tortishib, fikri xiralashdi. Ko'zlarimi qon quyilgan piyoladek yo'g'inab, qizirib, qo'rqinchli tusga kirdi. Bir qatim yerim kechada bo'layotgan so'roqda u oxir chidamay qattiq zorlab ketdi. Meni bunday qiynab o'lsin debsizlar. Butun jismim tarsam ma'mu 57 kilo keladi. Yana bir necha yil ushib yursam, shuncha kun yer shari eg'ir kelamdiman. Lekin hech kim uning zarini anglamadi. Savol so'rab, qiyin qistoq, azob va uyqusizlik yer sharining aylanishiga ergishib, to'xtovsiz davomlashaverdi. Jonga taqashgan uyqusizlikning 3-sutkasiga kelganda, Shavkat kecha-kunduz uzilmay bo'layotgan bu shafqatsiz qistoshlarga oxiri yon berdi. Shu kuni u tong suzilishga yaqin Zoyidning qo'lidagi oldin tayyorlangan iqrornomaga xomush va e'lon-silan holatda qo'ydi. U endi bo'shab, jimjit bo'lib qolgan kamerda orom xudo uyquga ketarman deb o'ylagan edi, lekin yana darhol uxlay olmadi. Tumun qaplaganda xara qallasida to'satdan kimdir birisi modish qo'lni ichiga tiqib, yuragini qo'chig'anda. Qimmatli bir narsani yo'lib elib mongandek ochiq bir tuyg'u paydo bo'ldi. Turibla yuragi echishgandek, Andil besilgan qalbida qaytadan so'g'uq bo'ron ko'tarilgandek. Vujudida bir xil zaif beoromlik va tinchsizlik paydo bo'ldi. U xuddi bir sin chaqirmoqchidek og'zini yo'g'on ochdi. Lekin lablari gapga kelmay, og'zi suvsiz qolgan deliqning og'zidek makildab qoldi. U xuddi qayerdandir biror narsani olmoqchidek o'ng qo'lini egiz ko'tardi. Lekin qo'lini holsizlikdan dastlab havoda laylab, keyin asta-asta tuvan tushib ketdi. U karvat so'zilib yetib, butun aql parasti va kuch-qudratini yig'ib turib, o'z-o'ziga asta shivirladi. Hayot, men seni suyman. Mening sana bo'lgan sevgi muhabbatimni hech kim tortib ololmaydi. Garchi senda birinchi iflosliklar, nohaqchiliklar, razilliklar bo'lsa-mu, mening qalbim, jismim undan zaxm yegan, azoblangan bo'lsa-mu, lekin
Sen mening vujudimda yanada pok, güzelsen. Senin şiddetlik yıkınlarım, o işplaz rezilliklerini hemen yuyup, pak yıkıtıp gitti. Ben seni söyleme. Sen güzel, sen halal, sen adil. Senin şefkatsiz yıkının meni tehimi çıraylık, saltanatlik işbalğı çoğun elip barıdı. Şu şıvırlaş bilen onun köngü aram tepip kalbi yoğurgandek boldu. O çonqur bir uluq kichiktinib tatliq uyquga. 3 sutkadan beri uningdan qaçqan, uni sevgidan ortiq seg'indirgan tatliq, shirin uyquga ketdi. Badamgul dariza oldiga keldi. Kashki quyoshning qiyon tushib turgan qizg'ish nurlari uning sochlari ustida jilva qilib, qop-qora sumbul sochlarini oltin rangga kirgizib parqirtirdi. U qoshlarini yimirib, ostinqi nevini bo'sh tishlab, cho'nqur o'yga patgan edi. Lekin uning hozirgi o'yi burunqidek bosh oxiri yo'q, shiyish, azobli o'y emas edi. Balki turmushi va kelajak to'g'risida bir qarorga kelolmay qiynalib dilg'unlik ichidagi turaqsiz o'ylar edi. U necha kundan beri o'zini dangsab, Zoyitni toza yaxshi ko'rmaydiganligini bildi. Lekin nima uchundir yana Zoyitning gaplarini anglasala, dili yumshab, vujudida bir xil nozik sezim paydo bo'lgandek qilardi. Bo'libmi uning siyosat imtihonida Badamgul yo'liqqan eg'ir pishkanlikni yengish yo'lida ko'rsatgan iltifoti, g'amxo'rligi ruhiy tushib, ko'ngli beorom yurgan notavon qizga xuddi qattiq judundan keyin pallada echilgan osmondek iliq tuyulib ketdi. U 2 kunning oldida tuyuqsiz Badamgulni yotoqdan chaqirib chiqib, vuluqqan, xushal bo'lgan holda yanchiqidan 2 varaq qog'ozni elib Badamgulga ko'rsatdi. Badamgul uni ko'ribli tunadi. Bu uning siyosat darsidan bergan choraklik imtihon qog'ozi edi. Birinchi varaqning chekisida xuddi Zoyit aytgandekla qizil qalam bilan satli yozilgan 37 degan nomer turardi. Badamgulning yuzi villada qazardi. Bir haza nima deyishini bilmay turib qoldi. Keyin sal o'maysizlangan holatda: Buni qanday qildingiz? deb so'radi. Zoyit uning yo'g'on, taniq ko'zlariga iris bilan tikilib turib: "Men degan-ku, siz uchun osmondagi yulduzni elib tushishmi qo'limdan keladi", dedi va yanchiqidan yana bir qog'ozni elib davom qildi. "Hamma savollarning javobini yozib qo'ydim. Men buni darhol o'z qalamingiz bilan ko'chirib, imtihon ilingan kundagi chislani silib, men bering. Bugundan qolmasin. Endi nomeringiz 98 bo'ladi." Bularni o'ylasa, Badamgulning qalbida Zoyitga nisbatan haqiqatanmi bir xil hurmat tuyg'usi bilan ko'nglini illatadigan iliq bir sezim paydo bo'ladi. Badamgul ana shunday ajjash tuyg'ular to'lqinida tavirinib xiyol suradi. Zoyitning so'z va harakatlari uning sodda xiyolida takrorlandi. Qizlarning hissiyoti hamon bir taraflamalikdan xoli bo'lolmaydi. Chunki ularning yigit tanlashda ko'ngil bo'ladigan tarafi ko'proq yigitlarning tan qurilishi, salobati, iqtidoriy qatorliq jihatlarda bo'lg'achqa, ularning hissi tusi qo'yuqroq bo'ladi. Biror yigitning biror tarafi uningga yarab qoldimi bo'ldi. Uning yolg'iz kichkina ortiqchilik va afzalliklari uningga yo'g'on, chiroyli va yuksak ko'rinib qolmay, balki yana xeyli ayib nuqsonlarni o'ziga xos alohidaligi bilan uningga yiqib ketadi. Hatto uni asta-asta o'ziga maftun qilib oladi. Shu kunlarda Badamgulning ko'z oldida Zoyit ana shunday xiralikdan ro'shanlikka, to'rinlikdan yuksaklikka qarab o'zgarishga boshlagan odamga aylanib o'tadi.
Yataqqa G'unchi qizning kirishi bilan uning xiyoli chechildi. G'unchi qizning kirishimi bir hisobda yaxshi bo'ldi. Badamgul o'zi bilan o'zi o'ylab, cheki yo'q o'ylari dashtida sarsam bo'lib yurgicha, ko'ngil sirini do'stiga aytib, uning fikr maslahatini elib baxmandi. To'g'ri, do'st degan mushundaq vaqtda asqatadi. Uningga hammani dilg'ulluq, titliq va ko'zi qo'rqishdan tortib, hurmati, moyilligi va qiziqishigacha bo'lgan o'y-xiyollarning hammasini aytish kerak. Balki do'stidan texini yaxshiroq aql chiqib qolsa ajab emas. Shu xiyol bilan u G'unchi qizga yaqindan beri ko'ngil sirlarining hammasini aytdi. G'unchi qiz qash ko'zlarini, til va lablarini, qisqasi yuzdagi ma'naviy tuyg'ularni bildiradigan hamma a'zolarini o'yintib turib, jiddiy va astoydil angladi. Anglab bo'lib bir haza o'yga patdi. Keyin Badamgulning qo'lini tutib, uning xiyolchan ko'zlariga tikilib turib, "Adash, bu ishda eng yaxshisi mana shuni obdan tingsha," dedi bigiz qo'li bilan Badamgulning yuragini nuqib turib. "Oxiri qarorni sana mana mush chiqarib beradi. Chunki muhabbat degan bu nima bakni yegona, shaxsiy ish. Bir yigit bilan bir qizg'in ta'alluq bo'lgan pok muqaddas tuyg'u. Muhabbatdan iborat bu nozik, murakkab muzikani yaxshi chelish haqiqatan tez. Lekin bir qatim chelib buzib qo'ysa, yana boshqadan qayta chalsa bo'ladi. Agar rostila mening fikrimni olmoqchi bo'lsang, mening fikrim bunda. Dunyoda bari tepilur, yori tepilmas. Yori tepilur, vafodori tepilmas. Sen bu so'zning ta'mini bir qatim tetiding. Shavkat suyishga arziydigan yaxshi yigit edi. Lekin u yerim yo'lda yiqilib, aranglab buzildi. Buningda sen ayiblik emas. Endi u o'rnidan qo'polamdi, qandoq qo'pidi, bu bizga noma'lum. Ish qilib, uning istiqboli qorong'ulashdi. Biz muhabbatni deb jamiyatni, istiqbolni o'ylashmasak bo'lmaydi. Chunki bizning jamiyatimiz kurash bilan to'lgan, siyosiy sezgirligi yuqori jamiyat. Endi Zoitga kelsak, men uni yomon deya olmayman. U kundan-kunga yuqori o'rlab, fakultetga to'rtdan biri bo'lib qoldi. Agar tasadduqiy ko'z tegib, shayx yerilib ketmasa, uning istiqbolini parlaq deyishga bo'ladi. Endi oxir qarorni men ko'rsatgan yiliq yeringdan so'ra. Maslahatim yapsam shamo, ko'msam shamo deb arsodliqda yuraverma. Ba'zi tavakkul qilishga to'g'ri keladi. Chunki qizlarga fursat hamish kelavermaydi. Yaxshi fursatni qo'ldan ketkizib, kel nadomat yap qolmagan. G'unchi qiz bilan bo'lgan shu suhbatdan 3 kun keyin Badamgul Zoit bilan oy sayrisiga chiqib, uning shirin shekar yog'lim gaplari bilan 70 pushtini shepi keltirib bergan va'da qasamlariga oxir ishandi. Va shu soatdan boshlab uning umrlik sevgini bo'lib qoldi. Xuddi ba'zi qaysi bir hikoyasida saxta muhabbat haqiqiy muhabbatga qaraganda ta'sirli bo'ladi degandek, Zoitning muhabbati haqiqatan nihoyat ta'sirli bo'ldi. Bunday zo'r qoyil qilish kuchiga ega ta'sir oldida asta-asta Badamgul yumshadi. Asrga aylandi. Bu ish xuddi ochi yo'lning do'qnishiga kelib g'andirab qolgan odamni kim burun yetaklasa, shuning orqasidan ketgandekmi ilojsiz yuz berdi. Zoitning yo'g'on echilgan ko'z qarchiqida xuddi bahor chechaklari jilva qilgandek bir xil shodiyona shodlik aks etadi. U xushalliqdan terisiga patmay qoldi. Uning Badamgulning qo'lini tutib sakragisi, uning atrofida pirqirab usul o'ynagisi, naqsh tovlig'isi keladi. Oxir u hayojonini besish uchun yenidagi Badamgulni xuddi bir to'piqni yiqitqidek kuch bilan yerdan yulib elib pirqiratdi. Anglayotganinglar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Aqniyaz azaldan o'zini yasashga qiziqmaydi. Kiyimlarini salp-sulp kiyaveradi. Lekin qachonki G'unchi qizni yaxshi ko'rib qoldi, shuningdan beri o'zini sezmagan holda kiyim-kechaklarni tuzashtiradigan, burut soqollarini pat-pat qiradigan bo'lib qoldi. Uning bunday qilishi qandoqdir palanish uchun emas, balki ko'nglida paydo bo'lgan yuksak muhabbat uchun edi.
u bugun tushdan keyingi 2 soatlik Jungo adabiyoti darsidan tushib, dastlab chetini yasatdi. Keyin munchiga bordi. Munchidan chiqib soatiga qarab edi, kashlik tamoqqa yana 1 soatdek borligini ko'rib, yotoqqa kirdi. Yotoqda hech kim yo'q, ozoda edi. U yostiqining ostidan bir necha varaq qatlangan, purkalgan qog'ozlarni oldi. Bu qog'ozlar uning qaysi vaqtda ilhomi kelsa, shu vaqtda darhol yozib qo'ydigan parcha-purat she'rlar bilan to'lgan edi. Bayan munchida issiq suvning tuyuqsiz kuchayib ketishi bilan uning qo'li kuyib, darhol o'zini chetga olgan va shu hodisa tufaylidan qallasida yangi bir she'riy fikr paydo bo'lgandek qilgan edi. Endi uni rasmiy bir she'r shakli kirgizish uchun dariza oldi qo'yilgan ustal yoniga keldi. Sirlirib o'chib, putlanishib qolgan bu koni ustalni yana qaysi bir kapsiz bag'arazlar, pichoq, qalam turashlari bilan sijab, uyib, siniq yuzini motor cho'qir qilib atgan. Aslidagi sog'ush rengi ustiga yana ko'k va qizil siyohlarni to'kib, bulg'ab, ba'ayni nousta rassom sizgan tushuniksiz maybo'yoq rasmda qilib atgan edi. Aqniyaz ustalga yangi bir gazitni yeyib soldi. Uning ustiga iliq qog'ozlar bilan qalamni qo'yib, jaynaklab o'tirdi va darizdan sirtib qaragunicha shoirona xiyolga ketdi. Har holda ilhom tezlik oldi. U qalamini kitirlatib, bosh ko'tarmayla 4 misrani ravon yozib atdi. U oxirgi savol belgisi bilan undash belgisini amdili qo'yib turib edi, bir qizning koridorida turib, Aqniyaz aka deb chaqirgan yaqinlik ovozi anglandi. Aqniyaz ikki qalamni qo'yib, o'rnidan turib ketdi. Bu g'unchi qiz edi. Uning ovozi Aqniyazning quloqiga bakmi singishliq edi. Har qanday yerdan anglasa, asonla to'nib oladi va bu ovoz bilan yurkiga bir yaqin kirgandek huzurlik his qiladi. Mana shu muloyim, tatliq ovoz koridor tarafdan yana asta anglandi. Aqniyaz aka? Aqniyaz oldirab shishni yechib koridorga chiqdi. G'unchi qiz undan 5-6 qadam narida, ikki taraf yotoqlarga bo'yinlab qarab kelyotdi. Mana men G'unchi qiz, dedi Aqniyaz yotoqning eshigini yo'g'on echib. Bizning yotoqni unutib qolibsiz-a? G'unchi qiz chaklikdek yo'rg'ilab uning yoniga keldi va xijil bo'lgandek qizarib turib, o'tganda Bodamgul bilan kelganda toza diqqat qilmabdi ekanman. Uning ustiga hammasi bir xil eshik, bir xil uydan-a? dedi. Shundoq bo'libmi, siz bu taraflarga oson kelmaysiz, dedi Aqniyaz g'uluqqan, hayajonlangan holda. Qani, marhamat, yotoqqa kiring. G'unchi qiz erkin bemalol qadamlar bilan yotoqqa kirdi va odil ustalning yoniga kelib, Aqniyazning boyqi qog'ozlariga ixtiyorsiz ko'z yugurtdi. She'r yozayapsiz-da? dedi u qiziqsinib. Ko'rishga bo'lamdi. Endi buni tegi boyli yozgan, dedi Aqniyaz duduqlab. Ko'rsangiz mayli, lekin shanxo qilmoqchimi? Sizdek katta shoirni shanxo qilib o'tishdan chiqib bo'lamdi, Aqniyaz aka, dedi G'unchi qiz va ilk qog'ozni qo'liga olib, o'nlik o'qishga boshladi. Qo'li ko'yis kishining o'tdan qochar yiroqqa, yurak ko'ysa hayronman, yiqilishar nemishqa. Pa, bir yuragingizda tishilib ko'ydirib ketdi-da, dedi G'unchi qiz samimiy soddilik bilan. Bilishga bo'lamdi, kim u? Bizni tanishtirib qo'ying. U qaqoqlab kulib ketdi. Kulki bilan tang endi ko'tarilishga boshlagan yumron ko'ksini tang silkinib ketdi. Uning agishib Aqniyazmi kuldi. Lekin uning kulkisi dard ichi chiqayotgan azobli kulki edi. Tova, dunyoda o'zi yaxshi ko'rgan odamining og'zidan ashundoq kutilmagan behuda so'zlarni anglashdan azobli ish bormidi? Aqniyaz qiz zotiga bo'lgan tunji qitimliq oshiqona yuragi, majnunlarcha samimiy qalbi bilan G'unchi qizni yoqtirib qolgan edi.
noziqlik ayollarning tabiati. Shundaqla ularning vujudidagi bir xil kuch. Ular mana shunday noziqligi bilan men degan kuchlik erlarni bo'ysundira oladi. Aqniyaz o'qish va kasbni o'ylabla hech kimga ko'ngil bermaslikni o'z-o'ziga qattiq va'da qilgan edi. Lekin qachonki G'unchi qiz bilan uchrashdi, yiliq qattiq va'dasini xuddi issiq qolgan matangdek yumshab ketdi. Shavkatni uzatish uchun mush yotoqda o'tkazilgan heliqi o'tirishdan keyin uning yuragiga o't tutashdi. Kuydi, kul bo'ldi. Titrab turgan jismini yerga urib qaqshidi. Lekin hech kim parvo qilmadi. Aqniyaz o'zicha kuyib, mashqsiz oshiqqa aylanib qoldi. U G'unchi qiz bilan hamisha xiyolida sirdishatdi. Tushida quchoqlab suyatdi. Unda bo'lsa ishq o'tini ichiga yutib, uni ko'rsa qizirib, vujudi titrab, yiroqdili sap solatdi. G'unchi qizning kelishgan sayroni qomatiga, xotirjam bahuzur qadam besishlari qarab, texni oshda beqaror bo'ladi. Aqniyazning qalbidagi muhabbat xuddi ulug' dastonlarda ta'riflangandek samimiy, pok va oliyjanob edi. U G'unchi qizni har qancha aslisimi, sevginsimi, lekin buni faqat qalbidan biladi. Orzular olamida istilib yuradi. "Voy, mana yerda yana bir she'r bor ekan-ku", dedi G'unchi qiz pushlangan qog'ozlarning orasidan bir varaqni sug'urib elib. "Bu texmiysiga o'xshaydi." U o'zicha intonatsiyaga keltirib, bu she'rni o'nlik o'qishga boshladi. "Tale tale çaldirim tale, yumran lavlar yoqib piyola. Sen o'zgalarga bir bergi bo'lsan, men uchun abadil abad ko'kda yulduz, zaminda lala. Pah pah, sevgan qizimizni parishlik aylantirib yetibsiz-ku, Aqniyaz aka", dedi G'unchi qiz yana shundoq sodda va tuzgunlik bilan. "Endi uni ko'rish arzuyim texim kuchayib ketdi. U kim? Meni cho'qim tanishtirib qo'yingizmi? Biz yaxshi do'stlardan bo'lib ketamiz." Aqniyaz bir necha qitim og'zini o'ymanlab, cho'ng yuraklik bilan "U siz bu she'rlarni sizga atab yozgan" demoqchi bo'ldi-yu, lekin yana o'zini tutib olib, tilining uchiga kelib qolgan bu yurak so'zini zo'rlik bilan ta'sirlikda ichiga yutib-etdi. U o'zini bu azobli xayollardan neri qilish uchun she'rlar bilan hapilishib turgan G'unchi qizdan so'radi. "G'unchi qiz, anglashimcha Badamgul bilan Zoyat jup bo'lib qolganda qoladi. Rasmi?" "Ras", dedi G'unchi qiz uzun kirpiklarini tez-tez qiqib. "Bir-biriga xalqa vaqtda muhabbat izhor qilish hozirgi zamon yoshlarning normal huquqi." Badamgulning yangi turmush to'g'risidagi bu shubhalar Aqniyazning qalbida hasratlik bir g'ussa uyg'otdi. "O'g'u shundoq", dedi u G'unchi qizga javoban zaif ovozda. "Lekin men Zoyatning Badamgulga bo'lgan muhabbatining xuddi kuz vaqtidagi bulutlardek osonla paydo bo'lib, yana osonla tarqab ketishidir. Shundoq julovlanib, parqirab chiqqan Hasan Husanning yana likli qilib yo'qolib ketganda g'oyib bo'lib ketishidan ansirayman." "Aqniyaz aka, sizmi bilasiz?" dedi G'unchi qiz o'ylangan holda. "Muhabbat ishida har kim o'zi hukm qiladigan gap. Balkim Badamgul men vaqt tushunib qolar." Aqniyaz qo'shilmasini turib, ko'nglidagi ochiqini besib, G'unchi qizga mundoq dedi. "G'unchi qiz, sizdan bir iltimosim. Bu ishdan Shavkat xabarinib qolmasin. U endi ko'tarolmaydi." "Men bu shundoq o'ylayman", dedi G'unchi qiz yestashliq bilan. "Bir mazgil uningdan maxfiy tutaylik." G'unchi qiz endi she'rlar yozilgan qog'ozlarni qo'ydi va kichkina xo'rom sumkasidan ikki parcha narsani chiqarib Aqniyazga uzatdi. "Buning birisi Turg'unakamdan kelgan xatkan", dedi u pushlangan sog'ish bir konvertni ko'rsatib. "Xat hodisa turibdi. Siz ko'rmagan o'xshaysiz." "Turg'unning xati?" Aqniyazning ko'zlari xushalliqdan o'ynab ketdi. "Oxir xat ketdi-da, ajabni seg'inib edim." Ras, u
turg'unni qattiq seg'ingan edi. Bo'libmi Zoitning ko'ngil oliliqi, do'stlikdan yuz o'rishi qatorliq ozg'unliklar bilingandan keyin turg'unning qadri texmi qattiq o'tildi. Uning Zoit to'g'risidagi oldin ko'rar so'zlari Aqniyazning quloq tubida qaytadan jaranglab, uning turg'unga bo'lgan ixlos e'tiqodini texmi oshirib o'tgan edi. U xatni ikki qo'liga elib, konvertni yetmoqchi bo'lib edi, g'unchi qiz eg'iz ichib qoldi. Aqniyaz aka, xatni keyinroq o'qing. Sizga deydigan yana bir muhim ish bor. Yaqinda sultondan xat keldi ekan. U mendan bir parcha nasr yozib avatishni so'rabdi. U Mosagoda adabiyot o'qiydi emasmi? Balkim mendan imtihon elib, kasbiy saviyani tadqiq qilmoqchi bo'lsa kerak. Judolik degan temada bir nasr yozdim. Ko'rib baqsangiz, chet elga eksport qilgan mol bo'lg'achqa sifat o'tkazib o'tolmay qolmasin deyman. Sizni anvar qilgan bo'ldim. Malol ko'rmay ko'rib yaqin, ishlaydigan yer bo'lsa yana ishlayman. Xo'sh amsa, men ketdim. Aqniyaz turgan o'rinda turib qoldi. Chiqib ketayotgan g'unchi qizning orqadan o'zitib qo'yishmi xayoliga kelmadi. Kallis pirqirab qalbida bo'ron ko'tarilgandek so'g'uq, yaqinsiz bir tuyg'u uni butunlay holidan ketkizgan edi. U uning vujudidan to'satdan paydo bo'lgan g'oyibona rashk tuyg'usi edi. Ah xudo, sen meni nima ko'ylaga selayotgansan? Bu dunyoda birsini yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rganligini ochiq aytolmay, yerinjab turgan sevgi muhabbatini qalbining cho'nqur yeriga sehr band qilib etishdanmi ig'ir ish bormi? Bu xuddi qorug'i odamning qiziq o'yinga kirib, ko'z oldida bo'layotgan ajoyib g'aroyib ishlarning hech qaysisini ko'rolmay, atrofidagi kishilarning qizg'in chovaklarini anglab tip bo'lgandek azobli, nadomatli ish emasmi? Texi buni oz degandek mau ishni ko'rmandigan. Dunyoda o'zing yaxshi ko'radigan odamning sana emas, balki boshqa birisiga judolik berdi deb yozgan yurak so'zlari bilan sevgi izhorini ko'rishdimi dahshatli xo'rlik ish bormi? Bu xuddi qeri notivan mo'maylarning men kuyarman balamga, balam kuyar balasiga deb zarlanganidek hasratlik ish emasmi? Aqniyaz g'amkin beshini ko'tirib darizdan yiroqqa qaradi. Tog' tarafda havo tumonlashib, osmon loy suvdek buzilib ketayotdi. Tabiatmi uning ko'nglini g'ash qildi. U dariza oldidan neri ketib o'tib, qo'lida siqindab turgan turg'unning hidi esiga keldi. Va konvertni olmon-talmon yirtib, xatni o'qishga boshladi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.